Nima uchun oilaviy muhit muhim deyapsiz? Tushunmadim. Qaranglar, ko'pchilik oilaviy muhit deganda bu ota-onani o'zini yaxshi bo'lishini yetadi deb o'ylaydi. Ota-ona yaxshi tarbiyali bo'lishi yetmaydi agar ular bola bilan yetarlicha ishlayotgan bo'lsa. Bitta misol, kecha farzandlarim bilan herbivore, omnivore, carnivore, ya'ni o't yeyuvchilar, go'shtxo'rlar va ikkovini ham yeydigan hayvonlar haqida gaplashdik va suhbatimizdan keyin bolalarim aytayapti, "Ha, demak men omnivore ekanman, ya'ni go'sht ham yeyman, o'tlarni ham yeyman." Ya'ni farzandlarimizga biz uni tanitishimiz kerak. Har kuni oz-ozdan. Bola bilan ishlash, oilaviy muhit deganda ota-ona baqirmasligi, o'zini emotsional boshqara olishligi, bola chunki shundan o'rganadi. Oilaviy muhit deganda farzandda har kun suhbatlashish kerak. Masalan, kim bilan ular o'rtoq, ularning o'rtoqlarning qiziqishi qanaqa? Sababi bolalar kimga yaqin yursa, ming xohlaysizmi yo'qmi o'sha odamga o'xshab boradi. Shuning uchun ba'zida ko'ryapmiz, masalan, ota-ona juda ham tarbiyali yaxshi insonlardan tarbiyasiz farzandlar chiqib kelyapti. Uni sababi ko'pincha olmandagi olma tushadi deb ota-ona xotirjam farzandni shunday qo'yib qo'yadi o'sishiga. Oddiy Toshkentda o'sgan oilalarni ko'rsak, faqat rus tilida gapirganligi sababli o'zbek oilalar bolasi hattoki o'zbek tilini bilmaydi. O'sha o'zbeklar orasida yashaganiga qaramasdan. Ko'pchilik so'raydi mendan Germaniyada bola tarbiyasi, qo'rqaman bolalarimni olib kelishga. Sizlar qo'rqayotganlarning sababi, demak, sizlar bu yerdagi resurslarni yetarlicha bilmaysizlar birinchidan, ikkinchidan oilaviy muhit, yana oilaviy muhit. Men o'zim shu yerda farzand tarbiya qilyapman. Alloh adashtirmasin avvalambor, lekin oilaviy muhit o'zimizda ham oilaviy muhit sababli biz shunaqa katta bo'lganmiz.